Hayratda jome masjidi, Hayratda jome masjidi gaz loyihasi bo'lmagan sababli gaz tarmog'idan katta yo'l o'zi bo'ldi, issiq suvdan foydalanish imkoniyati yo'q edi. Mana kollektorini upravleniya pulti. Bu yerda klapan turibdi, mana klapan. Bu yerda nasos. Bu tortib beradi. Bu bezdavleniy so'lnishli kollektorga davleniya berishga nasos qo'yilganda, suv to'ladi, to'lgandan keyin klapan yopadi, yo'da poplok bor. Poplok yopgan hisobiga to'xtaydi, ishib ketmaydi baki. Bu ikki xil bo'ladi, boya tushuntirgandek, poplogligi bo'ladi, keyin medniy trubkaligi bo'ladi. Medniy trubkaligi u isitishi ochiq kameralidan sekinroq bo'lgani uchun iloji boricha o'sha bezdavleni qo'ygan yaxshiroq, tezroq qizdiradi. Hali buni o'ylab turgan proyektlar boshqa qarab turadi. 300 litrli bo'llari bilan bezdavleni bitta tenimiz bor. Buning ichida medniy trubkasi yo'q, buning ichida suv turadi, xudo xolisa. Bu yaxshi tarafi, buni issiqlik berishi davleniyalidan yaxshiroq bo'ladi. Ichi to'la suv bo'lgani uchun tezroq issiq beradi. Mana masjidimiz. Bu yerda bezdavleniyada mana datchigi bor, ham datchik ham poplok sifatida ishlaydi. Bu qiyshib turgan paytda pastki klapan ochadi, bu to'g'ri turgan paytda klapan yopadi. Uni yonida tiqadigan joyimiz bor, teshik shotga qo'yamiz. Bu suvni haroratini ham, bosimini ham o'lchab turadi. Agar kamaysa, pastdan suvni ochadi klapan.